Leksiyamizin devamı, hürmetli vatandaş. Bugünkü İslah 2021 yıl 6. ayının 4. günü. Yukarı leksiyanın devamı, G'arb dünyası. Uyg'uriston meselesini devir qilib, bizni tillavatıdı. Bu mesele bo'yicha butkul G'arb dunyosi ittifoqlashtirib, Jungoni qo'rshovga olmoqchi bo'lyapti. Buning keyinda nima ish bor? Biz buni bilolmadik. Ma samimiylikmi yoki o'zini padazdigan xufisallikmi? Qarang. G'arb dunyosi Amerika boshchiligida Uyg'uriston meselesini davr qilib, Jungoni qo'rshovga olyapti. Buning keyinda nima o'yin bor? Biz bilolmadik. Diqqat vatandosh. Bilelmedik. Oddiy til haqorat qilish bilan bo'ladigan bo'lsak, G'arb dunyosining kaynidan agishib meng'ib emas. Amerika va G'arb dunyosi oldimizdagi yillarda musulmonlar dunyosi bilan G'arb dunyosi o'rtasidagi ziddiyatlarni nihoyat g'albilik holda musulmonlar bilan Jungo o'rtasidagi ziddiyatga aylantirdi. Qaldisi gapga vatandosh uncha emasmi? Nima deydi G'arb dunyosi? Oldimizdagi yillarda musulmonlar dunyosi bilan G'arb dunyosi o'rtasidagi ziddiyatlarni nihoyat g'albilik holda musulmonlar bilan Jungo o'rtasidagi ziddiyatga aylantirdi. G'arb dunyosining jamoat fikrini butunlay Jungoning vujudiga yetkazib keldi. Bizning matbuotlarimizdan ifodalash shakli ko'pchilik G'arb dunyosidan eshib tushdi. Yezilayotgan maqolalar, til haqoratlar, obzorlar, o'ylab fikr bayon qilishlar va G'arb dunyosini tillashlar. Mushayatni aytgan bizning bu qilayotganlarimiz G'arb dunyosini besib tushdi deydi matbuot sohasida. Lekin qattiq gap qilgandimi ham shundaq. Biroq nemishki bizning matbuotlarimiz utib chiqolmaydi. Chunki bizning matbuotlarimizning kayni tarafida kishilar qabul qila oladigan aqliy bilim sistemasi yo'lanchigi yo'q. Qarangda, Jungo matbuotlarining kaynida kishilar qabul qila oladigan aqliy bilim sistemasi yo'lanchigi yo'q. Bana ait kim aytibdi bu? Jingyon efendim, bu ilim, bilim, yo'lanchigi asosiy degan gap emas. Sizning matbuotlaringizning kaynida meyli oldida bo'lsin, axloq yo'q. Sizning matbuot xodimlaringizda axloq yo'q. Axloq saposi yo'q. Kasbiy axloq yo'q. Masalan, jamoat fikri yoki gazet matbuot bilan shug'ullanadigan odamlarda bo'lishga tegishli axloq yo'q. Shunglashqa siz G'arb dunyosini utib chiqolmaysiz. Bu matbuotlarimiz G'arb dunyosini utib chiqolmaydi. Chunki bizning matbuotlarimizdan keyin tarafida kishilar qabul qila oladigan aqliy bilim sistemasi yo'lanchigi yo'q. Bu ortiqcha gap. Agar undaq bir sistem bo'lmaydigan bo'lsa, bundaq yo'lanchik bo'lmaydigan bo'lsa, agar bundaq bir yurish aqliy sistema bo'lmaydigan bo'lsa, texnikalik vositalarga tayinib, bizning matbuotlarimizni abadiy zo'rayta olmaymiz, kuchlandira olmaymiz. Munozir, muhokama biz bularni o'ylashimiz kerak. Jungoning bilim xazinalari bu masalalarni o'ylashi kerak. Ya'ni muhokama, munozir deganda men qo'shdim. Bir matbuot bo'ladi ekan, qarish fikr maydonidagi matbuot bo'lishi kerak. Agar bir fikr o'tirg'i chiqdi, uning qarishi ikkinchi fikr keladigan bo'lsa, qo'yib et. Qo'yib etmamsiz bozani? Qo'yib etmamsiz matbuotni? Ondan matbuotda jonlanish bo'lmamdi. Sen faqat bir tarafdan gapini anglab, bir tarafdan gapini so'zlaydigan matbuotni, kompartiya matbuotini bundaq talablarni qo'shsang mumkin emas. Jungo bilim xazinasining hozirgi ahvoli. Bilim sohasini 3 turga bo'lishga bo'ladi. Birinchi tuzum ichidagi bilim xazinasi. Dalillovchilar guruhi deb ataladi. Siyosetni dalillash haqiqatan ehtiyojlidir.
Meli merkezinin siyaseti ve yerlikinin siyaseti hakkani dəlləşki ihtiyaclıqdır. Hakikaten dəlləşki ihtiyaclıqdır. İhtiyaclık nefsizlikin delilleyilmesi. Sizde bunda adet yok. Koyup duraylı. İkinci, az sandıkı tenkçiler güroyu ve til hakaret kılgıçılar güroyu. Bu xil kişiler hükümetinin her xil hareketlerinin hemmisi tenkitlaydı. Biz yanıla asaslık paketka, negizlik, ilim-penge, akılçılıkka qaytib kelişimiz gerek. Paketga qaytib kelalemsiz, egizdagi gap amaliyotga jur'at qila olmaysiz. Ilim-panga qaytib kelalemsiz, bu mutlaqo mumkin emas. Aqlchilik qaytib kelalemsiz, yo'q. Bu aqlchilikka qaytib kelish bu g'arbning an'anasi. Sharqda bundaq an'ana bo'lamdi, bo'lmamdi bilmayman, lekin Jungoda bunda an'ana yo'q. Agar buningga qaytib kelolmasang, o'zingni bilim xazinasiz deb atamasangmi bo'ladi. Amerika g'arb dunyosi paket qarmay bizga hujum qilyapti, ko'rang. Paket qarayotgan g'arb dunyosimi yoki paketni inkor qilayotgan shammi? Mana masala bu yerda. Biz buni qabul qila olmaymiz. O'xshashli biz har qanday paketga asoslanmay turibla Amerika va g'arb dunyosini tillayotimiz. Ularni qabul qila olmaydi. Üçüncü xil dalillash guroyidan boshqa, tanqidlash guroyidan boshqa nayt zor madrasvozlar guroyi var. Bular bilan bir bilim sistemasi barpo qilib olmaydi. Jungoda nurg'un kishilar maqola yozadi, lekin ularda haqiqiy ma'nodagi iddiaviy fikr kam. Yanada g'arbning mustamlikchilik davrida turibdi. Bu yerda men qo'shib qo'yay, Sharqning mustamlikchilik davrida turibdi, Jungo ziyolileri ya'ni madrasvozlari yoki g'arbning mustamlikchilik davrida turibdi. Qandoq gap bu? Davr g'arbning mustamlikchilik davri ekan, Jungolar shu davrda turib oqmaydigan gap. Sharqning mustamlikchilik davri yoki mustamlik davlat davrida turibdi. Ya'ni Osiyoda Jungo. Mana bu haqida.